Assalomu alaykum. Musofir yurgan aka-ukalar, mana bugun juma kuni 22-avgust qanday ishlatilgan bo'lsa, mana archivdan g'oliblarimizga telefonlarni olib qo'ydik. 58-pozitsiyamiz bo'ladi, xudo xolasa. O'zi telefon o'qib ko'ramiz, zakazda bo'lmasa. Ko'taramiz. Alo, assalomu alaykum. Musofir parki bezovta qilyapti. Удобныйmi? Eshitaman aka. Удобныйmi, zakazda bo'lasiz? Yo'q, eshitaman aka. Qaysi rayonlardasiz? Shu Primorsk tomonlarda aka. Oldimizga ofisga 15 minut kelib ketalasizmi, iloji? Mayli aka. O'z ozga aka tashlatamiz o'zi. Xo'p. Xo'p aka. So'rada ishlaydi. Kim bizni parkulamoqchi bo'lsa, menga nomerlarni zakrib etib qo'yamiz, menga Instagramga qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib olasiz. Keyingi odam siz bo'lib qolishingiz mumkin bo'lsa, tanish bilishinglar bo'lib qolishi mumkin. Maksimal tarqatib qo'yinglar, shu videoda tanish bilish taksida bo'lsa, kimgadir foydali bo'lib qoladi. Xudo bergan umrning 4 fasli ham bahormas. Og'zi zo'rlar bilib oling, musofir mardikormas. Ko'ra olasiz? Ha. Keling. Alaykum assalom, yaxshisiz? Sizsiz? Mikrofondan rahmat, yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldingiz? Rahmat, tekislik bo'ladi. Sizlar Xabaringiz bo'ldi, har juma kuni namozdan keyin telefon batareyka qilasiz, kim biz vaqtida biznes uchun ishlaydigan klub odam tanlab. men xabarim bor. Tabriklaymiz, vaqtingizga nasib qilganiga. Rahmat aka. Rahmat aka. Ochib ko'ring, yangi telefon, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin aka. Yangi telefonlar. Ikkita savollarimiz bor. Siz qaysi tarifda Gurzoyda ishlaysiz? Go'zalda shunday aka. Qancha bo'ldi siz vaqt ishlaganingizga? Shu 6 oydan o'tib qoldi aka. Qanday bor? Park zo'rga gap yo'q. Vовремя отвечать qilishadi. Keyin pulchilarni nomama yo'q. Hammasi yaxshi aka. Tabriklaymiz. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin aka. Sog' bo'ling aka. Alloh qo'yamiz. Mayli aka. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Yana bir marta musofir yurgan aka-ukalar. Savollar qaytarib o'tib ketaman. Kim reyting 490 tepasida ushlab yurgan bo'lsa, bezlari uchun любой odam tanlaymiz. Har juma kuni namozdan keyin telefon batareyka qilamiz. Aytgandek, odam siz bo'lib qolishingiz mumkin bo'lsa, tanish bilishinglar bo'lib qolishi mumkin. Maksimal tarqatib olinglar, shu videoda tanish bilish taksida bo'lsa. Menga nomerlarni zakrib etib qo'yamiz, Instagramga qo'yib qo'yamiz. Ham tanasi musofir pro taksi gruppamiz bor WhatsAppda. Kim gruppamizda aktiv bo'lsa, 3 ming so'mdan pul tashlab beramiz. Bu narsalarni to'plagan yo'q, inshaalloh sog'lom bo'lsa to'plamaydi. Yana bitta narsa, parkovka seminarlarimiz paydo bo'ldi. Bemalol murojaat qila olasizlar. Operatsiya ulab qo'yamiz. Всем assalomu alaykum, kanalga kutib qolamiz.